Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, sog'misizlar? Bugungi mavzuyimiz aqlimizdagi inson biz ularni hayotida borligimizdan qay ahvolda minnatdormi hayotidan? Hayotiga kirib kelganligimizdan minnatdormi yoki ikkilanishlardanmi yoki xafami, norozimi? Shu mavzuda ko'rib chiqamiz. Biz uni hayotida borligimiz u insonga qanaqa ta'sir qilyapti? Bugungi mavzumiz mana shu. Kartalarga o'z energiyalarini yuborgan holatda u insonni yoshini, ismini o'ylaysiz, ko'z oldingizga keltirasiz ko'rinishlarini va bizlar birinchi variant, ikkinchi variant qilib, har doimgidek variantlarga bo'lib ko'rib chiqamiz. Unday bo'lsa boshlaymiz. Kartalarga o'z energiyalarini yuboringlar. Birinchi variant, ikkinchi variant. Taqdirida biz borligimizdan, hayotida biz borligimizdan qay ahvolda bu inson, aqlimizdagi inson? Sizlar tanlagan bo'lsangizlar, unday bo'lsa bizlar birinchi variantdan ko'rib chiqamiz. Aytib o'taman, obuna bo'lganlar uchun bu raskladimiz. Menga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xo'p, birinchi variant, biz aqlimizdagi insonni hayotida borligimizdan aqlimizdagi inson qay ahvolda deb o'tadigan bo'lsak, birinchi variant tanlaganlar bilasizlarmi? Bu bizlar nima desam, bu inson siz hayotiga kirib kelganligingizdan, siz hayotida borligingizdan juda ham baxtiyor inson tasvirlandi. Juda ham baxtiyor. Juda ham xursand inson. Sizdan minnatdor, sizni juda ham chin ko'ngildan sevadi. Hayotida borligingizdan juda ham rosa xursand, 7 osmonlarda uchib yuribdi deydi-yu, shunaqa inson bu. Hayoti qanday o'tyapti? Hayot xursandchiliklarda o'tyapti. Siz haqingizda o'ylaganda juda ham iliq tuyg'ular, qaynoq tuyg'ular o'ylaydi. Juda ham sevinib, eslaydi. Xo'p, juda ham sizni yaxshi ko'rib, qizg'onib, yo'qotib qo'yishdan qo'rqadigan inson. Dalish kelajak nima bo'ladi? Kelajakda bu inson aytibdiki, har qanaqa qiyinchilik bo'lishidan qat'iy nazar orzularim sari intilishdan chekinmayman, deyapti. Har qanaqa qiyinchilikni bartaraf etaman va bu insonni hech qachon hayotimdan chiqazib yubormayman deb orzu umidda turibdi. Juda ham katta maqsadlari, rejalari bor bu insonni sizga nisbatan. Taqdirda borligingizdan juda ham minnatdor. Bu inson sizni juda ham yaxshi ko'radi, qo'yib yubormaydi. Qo'yib yuborish niyati ham yo'q bu insonni. Birinchi variant tanlaganlar. Ikkinchi variant tanlaganlar. Ikkinchi variant tanlaganlar bilasizlarmi? Kartalarimiz biroz chalkash tushdi. Bu ikkinchi variantni tanlagan insonlarimizda aqlidagi inson, ya'ni siz bilasizmi, ikkilanishda turibdi bu inson qandaydir. Bu insonda ikkita variant bor. Ikkita variant, sizdan tashqari yana kimdir bor bu insonning hayotida. Bu ikkilanishda qaltis qadam tashlab qo'yishdan cho'chiyapti. Uni tanlasammi, qaysi birini tanlasam hayotim qanday kechadi deb juda ham bu bosayotgan qadamlarni sarhisob qilyapti bu inson. Qanaqa qarorlarga kelishni bilmayapti, kimni tanlashni bilmayapti. Bu inson ikkilanishlarda turgan inson. Taqdirida sizdan boshqa yana kimdir bor bu insonni. Xo'p, dalish sizni o'ylaganda qanaqa o'ylaydi? Bu insonga siz kerakmi yoki u ikkinchi shaxs kerakmi? Hozir bu haqida ko'rib chiqamiz. Bilasizmi, bu inson sizni o'ylaganda juda ham jozibali, juda ham chiroyli inson, juda ham chiroyli ayol, erkak deb o'ylaydi. Har qanaqa insonni o'ziga torta biladi, jozibasi bilan. Kuchli auraga ega inson deb biladi bu inson sizni o'ylaganda. Sizni yaxshi ko'radi. Siz juda ham yaxshi ko'radi. Bu yerda yaxshi ko'rishi, sizni juda ham sevishi, ardoqlashi va qizg'anishi tushyapti. Lekin bu insonning hayotida yana kimdir bor. Bu inson sizni tanlashda ikkilantirayotgan kimdir bor. Oldida ko'rib turibsiz, juda ham to'siqlar ko'p. Yoki bu inson sizni tanlashiga qarshichiliklar ko'rsatilyapti oilasida, yoki dalishi sizga uylanganligi uchun oilasida qarshichiliklar bo'lyaptimi? Bu insonni ikkilanishlarga solib qo'yayotgan fikrlar, o'ylar, xayollar bor. Bu inson hozirda bir qarorlarga kela olmayapti, lekin sizni o'ylaganda sizni yaxshi ko'radi, siz jozibali insonsiz. Lekin qarorlari hozircha qat'iy emas bu inson. Juda ham to'siqlar ko'p hayotida. Lekin sizni yaxshi ko'radi. Lekin sizga bo'lgan qarshichiliklar, to'siqlar juda ham ko'p. Ikkinchi variantim